Anlayotqanlar Muhammed aleyhisselamның tərcümə hali namlı əsər. 193-cü bab Vidalaşış həcci. Hicriyenin 10-cı ili Peyğəmbər aleyhisselam kişiler bilen birlikte Müslümanlar bilen hoşlaşış həccini qıldı. Peyğəmbər aleyhisselam bunundan başqa həcc qılmağan idi. O Zulqa'da ayının 25-ci günü, yani Şənbə günü atlandı. Medine'de ornağa Ebu Ducane el-Ensari'ni kaldırdı. Həcgə Resulullah bilen nurgun adam çıqqan bulup, onlarının sani 90 min qeyd etdi. Peyğəmbər aleyhisselam həcgə minген uluğu qozğalğan yerden ehram bağladı. Ondan Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ey Allah, ben senin itaatındaman. Senin itaatındaman. Senin şerikin yok. Senin itaatındaman. Bütün hamdü sana, mahluklarının işini başkuruş ve nimet sana has. Senin şerikin yok. Dep telbiye etti. Peyğəmbər aleyhisselam yolunu davamlaştırıp, Quyosh ko'tarilgan chaqda üstünki tüpelikten, yani Kada tüpelikiden Mekke'ye kirdi. O Beytullah'ını görgende, ey Allah, onu teximi şarafetlik, teximi uluq, teximi hayvetlik ve teximi belen qılğın degenden keyin Beytullah'ını 7 qitim tavaf qildi. Hecrul Esvedni söydü. Makamı İbrahim'de 2 rekat namaz okudu. Abi Zemzem'den içti. Ondan keyin Safa bilen Merve arasında ulaqlıq 7 qitim mağdı. O Safa dağıga çıqqan çağda mundaq deydi. La ilahe illallah, Allahu ekber. La ilahe illallahu vahde, enceze va'deh, ve nasara abdeh, ve hezemel ahzabe vahde. Bir Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah uluq, tenha. Bir Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah vədisini işqa aşırdı. Bendesigi yardım verdi. Tenha Allah müşrik topunu məğlub qıldı. Peyğəmbər aleyhisselam Zulhəcce ayının 8-ci günü şu yerde qondu. 194-cü bab Vidalaşış nutqi. Peyğəmbər aleyhisselam Zulhəcce ayının 9-cu günü Arafat'a çıktı. Ve bu yerde İslam dininin tüp yıldızı ve şahçıları bayan kılıngan uluq nutqını söyledi. Nutqның teksti tüvendekice. Hemme medihiye Allah'a xasdır. Allah'ını medihiye eleyimiz. Allah'tan keçirim sorayımız. Allah'a tövbe kılımız. Allah'a sığınıp nefsimizden yamanlıqıdan ve yaman işlerden panah dileyimiz. Allah hidayet kılgan adamını hiç kim azdıralmaydı. Allah gumrahlıkta kaldırgan bendini hiç kim hidayet kılalmaydı. Şununla guvahlık berimen ki, yalğız bir Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah'ın şeriki yok. Şununla guvahlık berimen ki, Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisidir. Sizler Allah'ın bendileri. Sizlerine Allah'a taqvadırlık kılışkı tavsiye kılıman. Allah'a itaat kılışanlarını targıp kılıman. Sözümni hayırlık işlerden başlayman. Ey halayık, sözümge kulak salınlar. Bu yıldan keyin muşu joyimda sizler bilen uçraşmaslıkım mümkün dep oylayman. Ey halayık, ta ki Rabbinglarning dargohiga borganinglarga qadar bir-biringlarning jiniga meligi chiqilish xuddi mushu oyning, mushu kunning, mushu joyning hurmatini saqlamaslikqa o'xshashla haramdir. Sizlarga shuni yetkazmanki, ey Allah, guvoh bo'lgin. Qo'lida kishilarning omonatlari bor odamlar omonatni o'z egalariga qaytarsin. Cahiliyet davrida qilingan jazoni xo'rliq bekor qilinadi. Oldi bilan tag'am Abbas ibn Mutallibning jazoni xo'rliqini bekor qilishdan boshlayman.
Cahiliyet davridagi qon qarz bekor qilinadi. Oldi bilan Amir ibn Rabi'a ibn Harisning qon qarzini bekor qilishdan boshlayman. Cahiliyet davridagi odatlardan Ka'bani Abi Zamzamni boshqarishdan boshqalari bekor qilinadi. Qasdan odam o'ltirgan qotil o'ltiriladi. Agar u bir kishini tayoq bilan yoki tosh bilan urib o'ltirsa, qisman qasdlik hisoblanib, qisosiga 100 tugu to'laydi. Buningdan ortiq to'latish jahiliyet kişilerinin işidir. Ey xaloyiq, şeytan sizlarning zamininglarda Xudo bo'lishdan umidini uzdi. Lekin o sizlar kichik sanaydigan ishlarda sizlarni o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Ey xaloyiq, nasi deganni qo'llanish kufrni texmi oshiradi. Kafirlarni azdırdı. Allah haram qilgan oyni o'zlaricha halol qilish uchun onu bir yıl halal kılsa, yani bir yılı haram kılışıdı. Allah asman zeminini yaratkan vakittin tartıp, zaman öz petiçe davra kılıp geldi. Kur'an'da Allah'ın hükmüde asman zemin yaratılgandan tartıp, aylarının sani 12. Bularının işi de 4 ayının hürmetini saklamaslık haram kılıngan. Bu aylarının üçü Zulqa'de, Zulhecce, Muharrem bir-birge olunup geliyordu. Camadiyel ahir ayı bilen Şaban ayının oturusideki Recep ayı bolsa yalğız gelir. Sizlerge tebliğ kıldın mı? Allah'ın hükmünü yetküzdün mü? Ey Allah, kuvvet bolğun. Ey halayık, zimmenlerde ayallarınlarının sizler ra'ayı kılışkı tegişlik hakkı var. Ayallarınlarının zimmesidimi, ular ra'ayı kılışkı tegişlik sizlerinin hakkınlar var. Sizlerning haqqinglar shuki, ayollarınla töşeklerige sizlerden gayri adamlarni yo'latmasligi. Sizler xo'p ko'rmaydigan adamlarni sizlerden ruxsatsiz uyga kirgizmasligi ve fahişe qilmasligi lazım. Agar ular shunda qilsa, Allah sizlerning ularni chang tutishinglarga, ularni uydan chiqarmasliginglarga, ular bilan bir töshakda yotmasliginglarga, ularni astırak uruşanlarga ruhsat beradi. Agar ular cheklanib sizlarga itoat qilsa, ularni chiroyliqcha oshnan, kiyim-kechak bilan ta'minlanglar. Sizlarning amringlardagi ayollar o'zlariga o'zlari ega emas. Ularni Allohning omonati qilib oldinglar. Ularni nikoh orqali o'zinglarga halol qildinglar. Ayollar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar. Ayollarga yaxshi muomalada bo'lish to'g'risidagi nasihatlarni qabul qilinglar. Sizlarga tebliğ qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Ey xaloyiq, mu'minlar bir-biriga qarindosh. Qarindishining o'z ixtiyori bilan bermagan meli hech kimga halol emas. Sizlarga tebliğ qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Menden keyin murtad bo'lib bir-biringlarni qiradigan kafir bo'lmanglar. Sizlarga men Allohning kitobi bo'lgan Qur'onni qo'yib ketdim. Qur'onni mahkam tutsanglar azmaysizlar. Tebliğ qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Ey xaloyiq, sizlarning Robbinglar bir, otanglar bir. Hammanglar odam otadan bo'lgan. Odam ota tuproqdan yaratilgan. Kim en taqva, Allah'ın buyurganlarını kılıp, onun toskan işlerinden çeklengen adam bolsa, şu adam Allah'ın nazarında en hürmetliktir. Arab bulgan adam bilen, gayri Arab bulgan adamın kaysı taqvadar bolsa, şu evzel. Tebliğ kıldın mı? Ey Allah, guvoh bulgin. Sözümni bu yerge hazır bulganlar, hazır bulmaganlarga yetkizsin. Ey xaloyiq, Allah her bir varisqa miras nasibesini belgiledi. Mirasni birla varisqa vasiyat qilish durust emas. Mirasning 3dan biridan ko'pragini vasiyat qilish durust emas. Bala erning bo'ladi. Zina qilg'uchining bo'lmaydi. Kimki otasidan boshqa birini ota deb, xo'jasidan boshqa birini xo'ja deb da'vo qilsa, o Allah'ning, farishtalarning ve hamma kishilarning la'natiga uchraydi.
Onun bergen narsasi va guvohligi qabul qilinmaydi. Sizlarga omonlik va Allohning rahmati bo'lsin. Mushu kuni Allah mu'minlarga bergan ne'matini Qur'ondagi mana so'zi bilan bayon qildi. Bugun sizlarning dininglarni kamolatiga yetkazdim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Sura Maida 3-oyatning bir qismi. Ondan keyin payg'ambar alayhissalom tosh etish, qurbonlik qilish, chechini oldirish, tavob qilish qatorliq haj faoliyatlarini o'tab, Makkada 10 kun turgandan keyin Madinaga qaytdi. Madinani ko'rganda 3 qatim takbir aytdi. Tenha bir Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah'ın şirki yok. Allah bütün mahlukatının işlerini başkurudu. Cimi medhiyeler Allah'a xasdır. Allah hemme nersege kadirdir. Biz Rabbimizden dargahıga qaytquchilarimiz, tövbe qilg'uchilarimiz, ibodat qilg'uchilarimiz, sajda qilg'uchilarimiz, hamda aytquchilarimiz. Allah va'dasini ishga oshirdi. Payg'ambariga yordam berdi. Mushriklar to'pini yolg'iz o'zi mag'lub qildi. 195-bob elchilar. Shu yili va uningdan burun arablarning elchilari Rasulullohga top-top bo'lib kelib islom diniga bay'at qilgan edi. Bu elchilarning xabarlarida tarbiya ko'rgan odamning tushunib olishiga tegishlik go'zal ta'limotlar bo'lib, bulardan ishonchingizni kuchaytiradigan va ko'z nuringizni ro'shanlashtiradiganlarini bayon qilib o'tamiz. 196-bob Najron elchilari. Najron xristianlarining elchilar hay'ati 60 odamdan tarkib topgan edi. Ular payg'ambar alayhisalomning huzuriga kelgan chaqda kuchilarida nihoyat qimmatlik ipak kiyimlar, qo'llarida oltin uzuklar bor edi. Ular payg'ambar alayhisalomga hadiya uchun rasmli gilamlarni va yung kiyimlarni olib kelishgan edi. Payg'ambar alayhisalom rasmli gilamlarni qabul qilmay, yung kiyimlarni qabul qildi. Ularning ibodat qilish vaqti bo'lganda masjidda Baytul Muqaddasga qarab ibodat qilishdi. Payg'ambar alayhisalom ularni islom diniga da'vat qilib edi. Ular biz sizlardan burun dinga ishongan deyishib, musulmon bo'lishdan bosh tortdi. Payg'ambar alayhisalom sizlarning musulmon bo'lishinglarga birinchidan salibga cho'qinishinglar, ikkinchidan to'ng'iz go'shi yeyishinglar, uchinchidan Allah'ның balası var deb e'tiqod qilishinglar to'silg'i bo'ladi dedi. Ular kim İsa'ga o'xshash otasiz yaratilgan dedi. Bu to'g'rida Allah Qur'ondagi bunu oyatni va uningdan keyingi oyatlarni nozil qildi. Shubhisizki Allah'ның oldida İsa'ning otasiz yaratilganligi odamning yaratilganligiga o'xshaydi. Odamni Allah tuproqdan yaratdi. Ondan onunğa vücudga kel dedi, o vücudga keldi. Sura Ali İmran 59-oyat. Allah Teala Hristiyanlarning öz etiqodidan shaklanadiganligini oshkorlash uchun bunu oyatni nozil qildi. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lgandan keyin har qanday bir kishi sen bilan munozaralashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, xotinlarimizni va xotinlaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvorib duo qilayli degan. Sura Ali İmran 61-oyat. Rasululloh ularni mushundoq qilishga taklif qilganda, ular buningdan bosh tortib, har yili safar oyida 1000 qur kiyim, Rajab oyida 1000 qur kiyimga bir o'qiya oltin qo'shib, xiroj to'lashga rozi bo'lishdi. Ve mazkur xirojni topshirib olishga ishonchlik bir odamni qo'shib avatishni aytishdi. Rasululloh ularga Abu Ubayda ibn Jarrohni avatdi. Shuning uchun Abu Ubayda islom ummatining ishonchlik odami deb ataldi. 197-bob Zimom ibn Su'labaning kelishi. Payg'ambar alayhissalom masjidda sahobalar bilan o'ltiradi. Sahro arablaridan chechi-chuvuq ovozini anglag'ili bo'ladigan, ammo nima deganligini tushungili bo'lmaydigan bir odam kelib, tugisini masjidga kirib cho'ktirdi.
Ondan o, "Qaysanlar Abdulmutallibning o'g'li?" deb so'radi. Sahabalar Rasulullohni ko'rsatib qo'ydi. U Rasulullohga, "Men sendan qo'pollik bilan savol so'rayman. Xafa bo'lmagin", dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Xohlagan narsalaringni so'ravagin", dedi. U, "Allohga qasam berish bilan so'raymanki, Alloh seni butun insonlarga payg'ambar qilib avatdimi?" dedi. Rasululloh, "Shundoq", dedi. U, "Alloh seni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishimizga buyurdimi?" deb so'radi. Rasululloh, "Albatta shundoq", dedi. U, "Boylarimizning mollarini olib kambag'allarga berishga buyurdimi?" deb so'radi. Rasululloh, "Shundoq", dedi. U, "Har yili Ramazon oyida bir oy ro'za tutishimizga buyurdimi?" dedi. Rasululloh, "Albatta shundoq", dedi. U, "Qodir bo'lganlarimizni umrimizda bir qatim Baytullohni tavob qilishga buyurdimi?" dedi. Rasululloh, "Albatta shundoq", dedi. U, "Menki Zimam ibn Su'laba mazkur ishlarning hammasiga iymon etdim va tasdiq qildim", dedi. U ketgandan keyin payg'ambar alayhisalom, "Bu odam diniy ishlarga olim bo'ldi", dedi. Zimam qavmiga qaytib berib, qavmini butlarga cho'qinishni tashlab, islom dinini qabul qilishga da'vat qilgan edi. Ularning hammasi musulmon bo'ldi. 198-bob Abdulqays Aymoqning elchilari. Bir kuni Rasululloh sahobalar bilan o'tirib, bu yerga sharq ahlining yaxshisi bo'lgan bir jamoa yo'lning yiroqligiga va uzuq-tulikning yetishmasligiga qaramay ixtiyoriy yo'sinda islomni qabul qilish uchun keladi. "Ey Alloh, Abdulqays Aymoqqa mag'firat qilgin", dedi. Abdulqays Aymoqning elchilari yetib kelib, payg'ambar alayhisalomni ko'ribla o'zlarini uloqlarining ustidan masjidning eshigiga etib, payg'ambar alayhisalomga salom berishga aldirashdi. Elchilar ichida Abdulloh ibn Avb Ashaj ismli biri bo'lib, u bularning ichida yashi eng kichik edi. U tugularning yanida qilib, tugularni cho'ktirib, yuk taqlarini yig'ishtirdi va ularning orasidan 2 oq kiyimni chiqarib kiyib, asta berib Rasulullohga salom berdi. Abdullah ko'rimsiz odam edi. U Rasulullohning uning chiroyiga qarayotganligini ko'rib, "Ey Rasululloh, kishining chiroyiga so'qib ishkili bo'lmaydi. Odam degan dili va tili bilan odam", dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga, "Senda Alloh va uning payg'ambari yaxshi ko'radigan muloyimlik va tamkinlikdan iborat 2 xislat bor ekan", dedi. Payg'ambar alayhisalom bu elchilar hay'atiga, "Xo'rliqqa qolmay va nadomatmi chekmay kelgan qavmni qarshi olamiz", dedi. Elchilar, "Ey Rasululloh, biz sana yiroq joydan kelyapmiz. Bizning yurtimiz bilan bu yerning orliqida Muzar kofirlarining qabilasi bor. Sening yaningga faqat qon to'kish harom qilingan oylardala kelalaymiz. Bizga qilishga tegishli ishlarni ochiq bayon qilgin", dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Sizlarni Allohga iymon etishga buyurayman. Buni bilamsizlar. Allohga iymon etish degan la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon oyida ro'za tutish va g'animatning 4dan birini topshirishdan iborat. Sizlarning qapoq, hantum, naqir qatorliq qachilarda ichimlik ichishinglarni men qilaman", dedi. Ashaj, "Ey Rasululloh, yurtimizning havosi shalang. Haroq ichmasak qursqimiz ko'pib og'rib qolamiz. Bizga ozroq haroq ichishga ruxsat qilsang", dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Yo'q, ozg'i ruxsat qilsam ko'pni ichsizlar. Ondan bir-biringlarga hujum qilib urishasizlar", dedi. Payg'ambar alayhisalomning mazkur qachilarni men qilganligi ularning to'laroq shu qachilarda aroq ichadiganligidan edi. 199-bob Bani Hanifa aymoqining elchilari. Bani Hanifa aymoqining elchilari keldi.
Ularning ichida Kazzab Musaylima bor edi. Musaylima Muhammad o'zidan keyin o'rniga meni xalifa qilsa, uningga agishatdim deydi. Payg'ambar alayhisalom Qays ibn Shammas bilan chiqdi. Payg'ambar alayhisalom qo'lida xurma shoxini tutgan holda Musaylimaning oldiga kelib, "Sen mendan mushu shoxni so'rsangmi bermayman. Men seni tushimda ko'rgandek qilaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom qo'lida ikki oltin bilezik bo'lib, vahiy bo'yicha ularni pudisa, ular uchib ketib tush ko'rgan edi. Rasululloh bu tushga o'zidan keyin payg'ambarlik da'vosi qilib maydonga chiqadigan ikki yolg'onchi bor deb ta'bir bergan edi. Musaylima shu ikki yolg'onchining biri edi. Yana biri bo'lsa San'aning hokimi Tulayha edi. Bani Hanifa aymaqi oxir musulmon bo'ldi. 200-bob Tay qabilasining elchilari. Payg'ambar alayhisalomga Tay qabilasining elchilari keldi. Ularning boshlig'i Zayd Xayli edi. Payg'ambar alayhisalom uning to'g'risida Arab xalqi ichida Zaydni eng yaxshi odam hisobladim dedi va uningga Zayd Xayr, yaxshi Zayd deb nom berdi. 201-bob Kanda qabilasining elchilari. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Kanda qabilasining elchilari keldi. Ularning boshlig'i Ash'as ibn Qays edi. Ash'as qavmi ichida gapi o'tadigan nopuzli odam edi. Ular Rasulullohning oldiga kelganda Rasulullohni sinash uchun "Biz bir narsani yushirib qo'ydik. Payg'ambar bo'lsang, shuni top" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Subhanalloh, men kohin emasman. Kohinlar do'zaxga kirdi. Alloh meni haq din bilan avatdi. Hargiz o'zgarmaydigan va xatosi yo'q Qur'onni nozil qildi" dedi. Ular Qur'onni anglasak dedi. Payg'ambar alayhisalom ularga mana oyatlarni o'qib berdi. Sap-sap bo'lib turgan farishtalar bilan, bulutlarni haydaydigan farishtalar bilan, Allohga zikr aytib turadigan farishtalar bilan qasam qilamanki, sizlarning ilohinglar haqiqatan bir ilohdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Sura Saffat 1-oyatdan 5-oyatgacha. Rasululloh tilovatdan to'xtadi. Uning ko'zlaridan to'kilgan yoshlari soqoliga iqib tushyotdi. Ular payg'ambar alayhisalomga "Allohdan qo'rqib yig'layotamisan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ha, Allohdan qo'rqib yig'layotaman. Meni Alloh qilishning bisidek nozuk, to'g'ri yo'l bilan avatdi. Uningdan tayilsam halok bo'laman" deb mana oyatni o'qidi. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan ko'tarib o'tdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topilmaydi. Faqat Robbing rahmat qilish yuzasidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning marhamati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Sura Isra 86-87-oyatlar. Ondan ularga "Musulmon bo'lmamsizlar" dedi. Elchilar musulmon bo'ldi. Rasululloh ularga "Bo'yninglardagi nima qiladigan tovar u?" dedi. Ular bo'yinlaridagi tovarni elib tashladi. 202-bob Azdi Shanua qabilasining elchilari. Azdi Shanua qabilasining elchilari keldi. Ularning boshlig'i Surat ibn Abdullah Azdi edi. Ular ham musulmon bo'ldi. Rasululloh Surat ibn Abdullahni ularga boshliq qilib tayinladi va uni atrofidagi mushriklarni islom diniga da'vat qilishga buyurdi. Himyar podshohlarining elchilarining kelishi. Himyar podshohlari Haris ibn Abdukulal, Nu'man, Ma'afir va Hamdallar musulmon bo'ldi va payg'ambar alayhisalomga elchi avatib musulmon bo'lganliklarini bildirishdi. Rasululloh ularga maktub yozdi. 204-bob Himyar podshohlariga yozilgan maktub. Bismillahirrohmanirrohim.
Allah'ның elçisi Muhammed'in Haris ibn Abdukulal, Nu'man, Maafir ve Hamdallarga men sizlarning musulmon bo'lganliklaringiz uchun bir Allohga hamd aytamanki, oningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Avatgan elchinglar biz Rumdan qaytib kelayotganda kelgan ekan. Ular bilan Madinaga kirib uchrashdik. Ular menga sizlarning ahvolinglarni, musulmon bo'lganliklaringizni ve müşriklarni öldürgenliklarini yetkizdi. Sizler tüzügüçilerden bulup Allah'a, peygamberge itaat kılsanlar, farz namazını ötüsanlar, zakat bersanlar, ganimetinin 5'tin birini Allah'ın yolunda versanlar ve peygamberinin nasibisini mi versanlar, müminlerge vacip bulgan sadakını versanlar, bu Allah'ın sizlerini doğru yolga hidayet kılganlıqıdır. Men Zur'a ibn Ziyazan'ga elçilerimni öğrettim. Bargan elçilerimge yaxshi muamele qilishinglarni tavsiya qilaman. Ular Muaz ibn Jabal, Abdullah ibn Zayd, Malik ibn Ubada, Uqba ibn Amr, Malik ibn Murara ve ularning hamrohlaridir. Sizlar bergan zakatni ve g'ayri dindikilardan elingan xirojni shularga topshirsanglar bo'ladi. Ularning boshlig'i Muaz ibn Jabaldir. Ular sizlardan rozi bo'lib qaytsin. Muhammed shuningga guvohlik berdiki, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Muhammed Allohning bandasi va elchisidir. Ey Malik ibn Murra, sening himyerliklar ichida birinchi bo'lib iymon aytganligingni va mushriklarni o'ldirganligingni yetkazdi. Sana xayrlik bishorat beraman. Seni himyer xalqiga yaxshilik qilishga buyuruyman. O'zaro xiyonatda bo'lmasliklaringlarni, o'zaro yordamda bo'lishinglarni buyuruyman. Muhammed sizlarning boy, kambag'al hammanglarning boshchisi. Muhammed va uning oilasi uchun sadaqa elish durust emas. Sizlarning zakatinglar kambag'al musulmonlarga, muhtoj musofirlarga beriladi. Malik ahvolni sadoqatlik bilan to'liq yetkazdi. Sizlarni uningga yaxshi muomala qilishga buyuruyman. Sizlarga salom. Alloh sizlarga rahmat yog'dirsin va barakat bersin. 205-bob Hamdonning elchilari. Payg'ambar alayhisalomga Hamdonning elchilari keldi. Ularning ichida usta shoir Malik ibn Namatmo bor edi. Ular Payg'ambar alayhisalom Tabukdan qaytib kelayotganda uchrashdi. Ularning uchisida Yemenning yo'lliq matosidan tikilgan ko'nutunlar va boshlarida Adanning sallalari bor edi. Malik Payg'ambar alayhisalomni maqtab, mono she'rini o'qidi. Qasam Allohga xalq etgan tugilani bayovonga, osonlik tug'dirib bergan safar ustida karvonga, Rasulullohga agashdiq so'ziga biz qilib tasdiq, ebarmishdir Xudo bizga uni undashki iymonga. Muhammaddan mubotir dushmaniga yo'q bani odam, tepilmas tankilar inson bu shohi mardonga. Payg'ambar alayhisalom Malik ibn Namatni onun qavmidan musulmon bo'lganlarga boshliq qilib tayinladi. Payg'ambar alayhisalom Hamdonlar haqida: Hamdon nima degan yaxshi qabila? Hamdonlarning yordami to'liq tiz bo'ldi. Ular jafoga to'liq chidamliq. Ularning ichida mard odamlar va arboblar bor, dedi. 206-bob Tujibning elchilari. Kanda Arablardan Tujib qabilasining 13 kishilik elchilar hay'ati Payg'ambar alayhisalomning oldiga keldi. Bular zakat mollarini birga olib kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom ularning kelganligidan shodlandi va ularni hurmatladi. Ular: "Ey Rasululloh, biz sana mallarimizdagi Allohning haqqini olib keldik", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uni qaytarib ketib, kambag'allarga ulashtirib beringlar", dedi. Ular: "Ey Rasululloh, biz sana kambag'allarimizdan oshqon olib keldik", dedi. Abu Bakr Payg'ambar alayhisalomga: "Mundaq yaxshi elchilarni ko'rmagan edik", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Hidoyat Allohning ilgidagi ish. Alloh biror odamga yaxshilikni iroda qilsa, uning dilini iymon bilan xush qiladi", dedi.
ular Rasululloh orqali Qur'ondan ta'lim oldi. Buning bilan Rasulullohga bo'lgan moyilligi texmi oshdi. Ular yurtiga qaytmoqchi bo'ldi. Rasululloh ulardan "Nimishqa aldiraysizlar?" deb so'raganda, ular yurtimizda qolganlarga Rasululloh bilan uchrashganligimizni va o'rganganlarimizni aytib berishga aldiravatimiz dedi. Ondan ular Rasululloh bilan xo'shlashdi. Rasululloh ularga eng yaxshi mukofotlarni berdi va ulardan "Sizlardan biror odam qilib qoldimi?" deb so'radi. Ular "Aramizda yoshi kichik bir bola yuk taqlarimizga qarashqa qolgan edi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "O bolani avatinglar" dedi. Bola kelib "Ey Rasululloh, men sana kelgan elchilardan bo'laman. Ularning hojatini ravo qilding. Mening muhojatimni ravo qilsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningdan "Nima hojating bor?" deb so'radi. Bola "Allohdan mag'firat qilishni, shafqat qilishni va dilimni boy qilishni so'rsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ey Alloh, uningga mag'firat qilgin, shafqat qilgin va uning qalbini boy qilgin" dedi. Ondan uning hamrohlariga bergan narsalardan berdi. 207-bob Sö'laba arablarining elchilari. Sö'laba arablaridan ularning musulmon bo'lganliklarini bildirib 4 elchi keldi. Ular Rasulullohga salom berib kirib, "Ey Rasululloh, xalqimizning musulmon bo'lganligini sana bildirishga elchi bo'lib keldik. Anglashimizcha hijrat qilmaganlar musulmon hisoblanmaydi degan ekansan" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Qayerda bo'lsanglar, taqvo musulmon bo'lsanglar bo'laveradi" dedi. Ondan ulardan "Yurtinglar qandoq?" deb so'radi. Ular "Yurtimiz mo'lchilik" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom "Allohga shukr" dedi. Ular Payg'ambar alayhisalomning huzurida bir qancha kun mehmon bo'lib turdi. Qaytish vaqtida Payg'ambar alayhisalom ularning har birisiga 5 uqiyadan kumush berdi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.